Men Millar ko'rsatuv muxbiri O'zbekistondagi eng baland nuqtalardan biri. Hazrati Sulton cho'qqisini zabt etdim va ayni paytda cho'qqining yuqori qismida turib gapiryapman. Bugun esa bu tog'larning yuqori qismida sizlarga ajoyib manzaralarni ko'rsatmoqchiman. Shahrisabz tumani Ko'l qishlog'i hududida joylashgan bu cho'qqining balandligi 4083 metrni tashkil etib, sayyohlar uni zabt etish uchun juda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Hattoki cho'qqiga chiqmoqchi bo'lib yo'lga otlanganlarning ko'pchilik qismi fikri o'zgarib, ortga qaytdi. Soat 4:00 va ayni paytda men Hazrat Sulton cho'qqisiga chiqish uchun eng oxirgi bosqich, ya'ni Ilon izi bo'ylab harakatlanib boryapman. Qanchalik yuqoriga chiqsam, shunchalik sovuq. Ayniqsa bu yerda birgina xato sizni kechirmaydi. O'sha xatoyingiz sizni halokatga yetaklashi mumkin. Shuning uchun har bitta qadamingizni o'ylab bosishingiz kerak. Cho'qqiga chiqqaningizda esa hamma qiyinchiliklar unut bo'ladi va bu yerda siz quyosh chiqishini juda yaqindan qarshi olasiz. 4 soat vaqt sarfladik. Cho'qqiga chiqishda juda ko'p qiyinchiliklarga uchradik. Bu yerda ilon izi so'qmoqlardan yurib, o'zimizni ruhan ham ma'nan chiniqtirib, bu yerda olingan zavq hisobiga hamma qiyinchiliklar unut bo'ladi. Cho'qqi atrofi yil davomida qor bilan qoplanib turadi va u iyul oyiga kelib erib ketadi. Shu sababli cho'qqiga chiqish uchun iyul-avgust oylarida 30-40 kunga ruxsat beriladi. Shu vaqtda ham havo harorati juda sovuq. Bu sayohatimiz juda murakkab o'tdi. Agar siz ham ekstremal sayohatga qiziqsangiz, avvalo hududni yaxshilab o'rganib, puxta tayyorgarlik ko'rib, keyin sayohat qilishingizni tavsiya qilaman. Aytgancha, bu yerga chiqishdagi mana bu manzarani ko'rsata olmadik, chunki juda kech edi. Endi esa kunduz kuni bu yerga chiqish, ya'ni tushish qanchalar qiyin ekanligini ko'rsatamiz. Voy